Toshkent viloyatidanman. Yoshim 20 da. Qaldirg'och restoranida 7 oydan beri ishlayman. Ofitsiant bo'lib. Hosteslikda, barda shunaqa ishlar bilan shug'ullanganman. Ko'proq ofitsiantlikdan ham xabarim bo'lardi. Kichkinaligimdan buvimning qo'lida katta bo'lganman. Oyim bilan adam to'g'ri o'sha ajrashib ketganlaridan keyin oyim ikkinchiga turmushga chiqib ketganlar, adam boshqa hayot qurganlar. Keyin men o'sha 7 yoshimdan 8 yoshga chiqqanimda buvim o'tib qolganlar. Baribir shu yoshgacha oyim bilan yashamaganimga, ona mehrini ko'rmaganga xohlamaganman oyim bilan yashashga. Xolamning qo'lida katta bo'lganman. Hozir ham xolamnikida turaman. Qator sinfga chiqqanimda o'sha o'rtoqlarim ham ishlab o'zi pul topganini ko'rib, xolamga og'irligim tushmasin yoki oyimdan pul so'ramin. Oyim bilan endi muloqotim bo'lardi, lekin pulda umuman aralashmasdim, so'ramasdim. O'zi xohlab bersa ham olmasdim-da vaqt kelsa. O'zim harakat qilib, shunga o'zim pul topaman, o'zim ishlayman. Shu hech kimga og'irligim tushmasin dirdim-da, o'zim ishlashga chiqardim. Xususiy universitetda moliya yo'nalishida o'qiyman. 2-kursiman. 12 million kontrakt to'layman. Bir 6 oymi, 7 oy oldin shu oyim o'zi o'tib qoldilar. Mazalari yo'q. Shunaqa. Ko'proq tanishlar bilan ishlaganman. Qo'shnilarim, yoshi katta ayollar. Shular kirgizishadi-da, ko'proq mana boshliqlar taniydi. Qiynalib qolgan, unaqa qilgan, o'qish kerak, puli kerak, yordam qilaylik deb tanish bilish bilan kirganmiz. Maktab o'quvchilarini olishmaydi, mumkin emas. 18 yoshdan deyshadi. Amallab ishlasa bo'ladi-da. Yaxshi odziv qoldirmadim mehmon. O'sha alam qiladi, shuncha ishlagan yoki upravlashga kelib, mehmoningdan jalba tushsa, shtraf yoki to'laysan, sen o'sha bo'ldi-da, yig'lab olasiz-da. Xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham yig'laysiz-da. Chunki 14 soatlab kuni bilan tik oyoqda yurasiz. Yana bu yoqdan shuncha problema yog'ilib, bitta oyligingizni shunday shtrafga qo'yib yuborsa, bo'ldi-da o'sha. Ishlagingiz ham kelmaydi. Ishlamayman, ketaman deysizmi o'sha. Qiyin, lekin mehmonlar bilan rostdan ishlash qiyin-da. Yosh bolalar kelsa, nima deydi, biz qatori student bolalar kelsa, mensimay, jirkanim qanaqa gapirishadi. Past nazarda qarab gapirishadi-da. Unda sal chedroq qolsangiz, o'sha bir nimalar hazillik qilib, o'zlariga-o'zlari kulib o'tirishadi. Eshitasiz-ku baribir, borgisi kelmaydi-da u mehmonning yoniga. Keyin qiz bolaga-da baribir og'ir-da, boshqacha tushunadi. Hech kim bilmaydi, u qiyinchilik bilan pul topadi, boshqa qiladi, lekin hammada boshqacha fikr uyg'onadi qiz bolaga nisbatan.